Burunqi zamanda bir padişah o'tgan bo'lib, uning baxt saodati shuncha ziyoda bo'lsa-mu, xonligiga varislik qiladigan biror farzandi bo'lmag'achqa, ko'ngli yerim bo'lib, kech-kunduz hasrat chekidi-ekan. Xonishmu shu sababdan g'amkin o'tidi-ekan. Xonishning uy xizmatini qiladigan oq ko'ngil dediki bo'lib, xonishning ahvoliga ichi og'rib, bearam bo'ladi-ekan. Bir kuni u xonishdan: "Qadrli xonish, shuncha davlatman baxtli yashab turib, yana nima uchun shuncha azoblanadilar?" deb so'rabdi. Xonish dedikiga o'zining farzand ko'miganligidan azoblanadiganligini aytibdi. "Agar murodlarga yetsalar, menga nima in'om qiladilar?" deb so'rabdi dedik. "Seni qulluqdan ozod qilatdim, o'zimmi g'amdan xalos bo'latdim" deb javob beribdi xonish. Shuningdan boshlab xonish farzand uchun, dedak o'zining erkinligi uchun tilak tilabdi. Bir kuni dedak bog'dagi ko'l bo'yida o'ltirib yig'lagan ekan, bir tomchi yeshi suvga temib, birdamdala g'alati bir qurtga aylanibdi. Dedak buni ko'rib hayron qoldi va qurtni suzib elib, uni xonishning oldiga akirib, bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Xonish suning ichidagi qurtga qarasa, qurt paqirab nur chechib turg'adek. Xonishning qurtga qaragan sir qarg'usi kelib, uningga mehri tushib, g'am qayg'usi yeshilib ketibdi-da, uni e'tiborlab, yo'g'on oltin jam ichiga selib beqibdi. Shuningdan boshlab xonishning ko'ngli echilib, kunlari ko'ngillik o'tishga boshlabdi. Bir kuni xonish tush ko'ribdi. Tushida uning xonasining to'rida oppoq soqol bir bo'vay o'ltirg'adek. U qo'lidagi yalpigishning peyidan bir talni ayirib elib, xonishga beribdi va: "Bolam, endi ko'p qayg'urma. Qochidagi la'al qurtni haftada bir qitim ko'rib, suyini yengilab tur. 40 kundan 7si o'tganda mana shu xislatli qurt peshonasidan nur chechib turadigan bir o'g'il buvoqqa aylanadi" deb g'oyib bo'pti. Xonish heliqi bo'vayning degini bo'yicha 7-40 kunni o'tkazgan kechasi shirin uyquda yotsa, uy ichida bo'voqning ingirgan ovozi anglanibdi. Yugurib qo'pib qarasa, oltin jamning ichida peshonasidan nur yig'ib turadigan bodruqqina bir bo'voq turg'adek. Buni ko'rib, xonishning xushalligi ichiga patmabdi. Ertasidan boshlab bu sirliq voqeadan xabar topgan butun shahar xalqi davrab ketibdi. Nurg'un so'g'i salomlar keltirilibdi. Padişah dunyoga ko'z ochgan o'g'lining xushalligi uchun 40 kech-kunduz to'y tomosha o'tkazibdi. G'irib g'urvalarga nurg'un xayr ihson taqitibdi. O'g'liga La'al Shoh deb ot qo'yibdi. Padişah La'al Shohni 7 yoshidan 17 yoshgacha o'qitib, turli bilimlarda kamolatga yetkazibdi. Balami qomatli yigit bo'lib yetishibdi. Shoh o'g'lini o'ylash uchun loyiq tepishni orzu qiladi ekan. Topadigan qizningmi o'g'liga o'xshash axloq fazilatga va bilimga ega bo'lishini o'ylaydi ekan. Shunga ko'ngildagidek qiz izlash uchun shaharga elchilar avatibdi. Oxir elchilar 40 kunlik yiroqlikdagi bir shohliqda shahzodaga loyiq bo'lg'adek Ipargul ismli bir go'zal malikaning borligini xabar qilibdi. Ipargul ismli bu malika Güliston deb nom chiqargan shaharda dunyoga kelgan ekan. Bu shaharning shohimi 20 yil burun farzand ko'may, oxir o'zi yaxshi ko'rdigan rafiqasi Gultamardan boshqa yana qayta uylanib, bola ko'rish orzusini bildirganda, Gultamar intayin qayg'urib, hasrat chekib yetib qopdi. Shoh o'rdisida gul o'stirdigan Gulchi mo'may xonishni jinidan aziz ko'radi ekan. Gulchi mo'may uning farzand dog'ida sarg'ayib xazon bo'layotganligini ko'rib, ichi og'rib, har kuni gullardan dasta tizib akirib, kasal yotgan Gultamarning ko'nglini ko'tarishga tirishadi ekan. Bir atigini gullar orasida alohida ejilgan chiroyli bir gulga ko'zi tushgan mo'may gulni xonishga beribdi. Beshini ko'tarishga darmoni yo'q Gultamar gulni purash bilan tang ko'ngli ejilib, ruhi xeyli ko'tarilib qopdi. O gulchi mo'maydan: "Bu qandaq gul?" deb so'rabdi. Mo'may: "Bu Ipargul" deb javob beribdi. "Men bundaq puraqliq gulni ko'rib boqmagan edim" debdi xonish va gulni yenishlab purabdi. "Bag'ringizga tenging bolam, dardingizga shifo bo'lsin" debdi mo'may.
Gültamar İpargülni meydisiga taqapdı ve gül hidini purab yetib, ko'zi uyquga ketibdi. Gültamar tushida La'al Shohning opisi ko'rgan oq soqolliq bovayni ko'ribdi. Bovay qo'lini İpargülga so'zib, "Qizim, ko'p qayg'urma. Gül yangi hayotning belgisi. Mana bu qo'lingga tushgan İpargülni bir jamga selib suv qo'y. Har haftada bir qitim suyini yengushlab tursang, 40 kundan 7 o'tgandan keyin u guldek go'zal qizga aylanib, muroding hosil bo'ladi," deb g'oyib bo'pti. Gültamar tushidagi beshorat bo'yicha har 7 kunda gulning suyini yo'tkab, parvish qilib beqibdi. 40 kundan 7 o'tgandan keyin İpargül chiroyli bir bovoqqa aylanibdi. İpargülmü La'al Shoh bilan bir kunda dunyoga kelibdi. Ota-onasi uni yaxshi tarbiyalab cho'ng qilibdi. Mushundaq fazilatli qizni o'g'liga loyiq ko'rgan podshoh o'zining o'ng qo'l vazirini nurg'un sovg'a salomlar bilan qizning yurti Guliston shahriga elchilikka avatibdi. İpargülning otasi qizni berishga rozilik beribdi. Elchilikka kelgan o'ng qo'l vazir qizning husn jamolini ko'rib, niyati buzilibdi. O İpargülni o'zining o'g'liga ilib berib, o'ziga kelin qilib olish xiyoliga kelibdi. O qiz tarafning rozi bo'lganlik xush xabarini tez yetkazish bahonasida yo'lga chiqib, odul uyga kelib, xotini bilan maslahat qilishibdi. Ular podshohni o'ldirib, shohlikni qo'lga olmoqchi. Oningdan keyin La'al Shohni ko'zdan yo'qitib, uning o'rniga o'z o'g'lini shuning o'xshash yasab, İpargülni yo'tkab kelmoqchi bo'lishibdi. Vazir podshoh ordisiga berib, to'yning xush xabarini yetkazibdi va podshohni qutlash yuzasidan uni uyiga mehmonga chaqiribdi. Podshoh xushal holda vazirning uyiga mehmonga yolg'izlik kelibdi. Vazir va uning ayoli podshohning tomog'iga zahar selib, uni o'ldirib, jasadni tezli bir taraf qilib etibdi. Vazir bu ishni hech kim ko'rmadi deb o'rniga kelibdi va La'al Shohni yo'qotmoqchi bo'pti. Biroq uni topolmabdi. Vazir kanay sunay chilib, o'zini shoh deb jakarlabdi. Aslida podshohning uzoq vaqtdan beri xizmatida bo'lib kelgan bir dediki bo'lib, u vazirning yolg'iz podshohnila uyiga mehmonga chaqirishida bir gumonliq ishning borligini sezib, podshohning orqasidan to'ydirmay berib, hamma ahvolni ko'rib olgan ekan. Bu dedak ayol vazirdan baldir o'rniga kelib, La'al Shoh bilan xonishqa ko'rganlarini birma-bir aytibdi. Xonish bilan La'al Shoh tezdan yo'l tayyorligini qilib, shu kechasila yo'lga chiqib ketgan ekan. Ular 40 kech kunduz yo'l mengib, Guliston shahriga yetib ketdi. O'zlarini savdogar deb tunishtirib, bir saroyga o'rinlashibdi. La'al Shoh bir kuni shaharni aylanib yurib, cho'ng bir bog'ni uchirtibdi. Bağның ətrafi qilin bir soxmutan bilan qo'rshalgan bo'lib, to'mir darvoza qo'yilgan ekan. Onun bağni bir ko'rib beqish havisi qo'zg'alibdi. O tam yenidagi bir tüp chinar daraxining ustiga chiqib, mo'kinib turib, bog' ichini tomosha qilibdi. Bog'ning ichi nihoyatda go'zal bo'lib, rang-barang gullar echilgan. Har xil qushlar sayrishib turgan ekan. Bir vaqtda bog' ichiga bir to'p qizlar chiqib ketdi. Bularning ichidagi bir qiz to'limi go'zal ekan. Uni ko'rib, La'al Shoh hayroni has qopdi. O qaytib kelib, ahvolni onasiga aytibdi. Ular surishtirish orqali bu bog'ning shu yurtning podshohi qizi uchun soldirgan xos bog' ekanligini bilibdi. Ana bola ikkisi maslahatlashib, xonlik maktabda dars beradigan ustozning himoyasiga ega bo'lish uchun uning uyiga kelibdi. Xonish gapni La'al Shohning tarixidan boshlab, vazirning qilgan jinoyati va o'zlarining bu yerga qechib kelib, panohlik izdeganliklarini bir-birlab so'zlab beribdi. Buningdan ta'sirlangan ustoz keyingi xotirjamlikni qo'lga keltirish uchun qiz bilan yigitga maxfiy holda dars berib turmoqchi bo'pti. Mana shuningdan beri La'al Shoh bilan İpargül dars bahonasida ko'rishib turibdi. Әмді gapni qara niyat vazirdan anglayli. Qara niyat vazir padişahlıq tamğını qo'lga kirgizib, taxtda o'ltirgandan keyin padişahning yaqinlarini yo'qitibdi. Shuning bilan yurt ichida vayronchilik yuz beribdi. U o'g'liga İpargülni ilib berish uchun nurg'un askar tartib Guliston shahriga yetib kelibdi.
to'y boshlashdan burun qiz bilan yigitning didor ko'rishish murosimi o'tkazilibdi. La'al Shohning nomida kelgan yigitning La'al Shoh emasligini bilgan qiz yigitni alam va qalamda sinashni bahona qilib to'y vaqtini kayniga suribdi. Qara niyat vazir ishning pash bo'lib kelishidan ansirab to'yning vaqtini tezlatibdi. Qiz bo'lsa otasiga La'al Shoh deyilgan bu yigitda shahzodalarga xos xislatning yo'qligini aytib norozilik bildiribdi. Heyligar vazir qizning otasiga lashkarlar bilan tahdid silib besim ishlatibdi. Guliston shohi taxtdan ayrilishdan qo'rqib qizning ma'qulligini olmayla to'yni boshlabdi. Buni anglagan qiz yigit ustozining yordami bilan yiroq yerga ketish uchun yo'lga chiqibdi. Ola ko'p yo'llarni besib bir shaharning yeniga kelib tushibdi. Azroq g'izolangandan keyin La'al Shoh shahar ichiga kirib ahvolni uqmoqchi bo'pti. İpargül, peshonangizdagi bu nurning qora niyatli kishilarning nishoni bo'lib kelishidan ansirayman. Agar shaharga kirsangiz, sizga g'alatiroq nazar solgan kishilardan cho'qim ehtiyot qiling, deb tezroq qaytib kelishini jekilabdi. La'al Shoh shaharga kirib ko'chalarni aralab yurib, soqolliq bir qassobning oldiga ketdi va go'shtning narxini so'rabdi. Shu aralıqda qassobning yo'g'on ko'zi lap qilib uningga qadilibdi. Onun yürügi jig'ildab ketibdi. O go'shtni olmay orqasiga qarab ketmoqchi bo'pti. Buni ko'rgan qassob shahzodani chaqirib, "O'g'lim, ajoyib yigitkansiz", deb bir parcha go'shtni kesibla bir nimalarni pichirlab, uning beshiga yenik urib qo'yib, "Qo'shqor bo'l", degan ekan. Shu zamon La'al Shoh munguzlik qo'shqorga aylanib qopdi. Bu qassob qiyofatiga kirib olgan jodugar bo'lib, shaharga yangi kelgan yigit qizlarni molga aylantirib, qimmat bahoda sotadi ekan. Palokat bossa, eski tamda o'lik uchrashidi degandek La'al Shoh jodugarning qo'liga tushib qopdi. İpargül La'al Shohni bir kecha andishi ichida kutibdi. Uni biror palokatga yo'liqqanmidi deb tong yo'rishi hamon aranchi yosinib otliq shaharga qarab mengibdi. Shahar ko'chalarini kash kirgucha aylanib izdirgini ololmabdi. İpargülning qo'sqi ichib, azroq g'izolanish uchun etini oshpozulning oldiga bog'lab qo'yibdi va o'zi oshxonaga kirib tomoq yebdi. Shu oraliqda etini o'g'ri akitibdi. Etidanmi ayrilib qolgan malika azob ichida o'rtanibdi. U biror makon tepish ko'yida besh qaygan tarafga qarab mengibdi. Kechini biror xavfsiz o'rinda o'tkazishni ko'ngliga pukib, chiroq yo'riqi chiqib turgan bir do'konning eshigini qiqibdi. Do'kon ichidan bir qiyri mo'may chiqib, "Bolam, kimni izlaysan? Qayerdan kelding?" deb so'rabdi. İpargül, "Men bir musofir, tenab kelib kech qoldim. Uyingizda qo'nib qolsam bo'lamdi. Ismim La'al Shoh", debdi. Mo'may bu atalmish yigitni do'konga boshlabdi va issiq tomoq beribdi. İpargül do'konda qo'nib qopdi. Aranchi yosinib olgan İpargül Mo'mayga shaharga necha oylik yo'ldan kelganligini, bir aksini yo'qitib qo'yib topolmayotganligini, uningdan boshqa hech nimasining yo'qligini aytibdi. Buni anglagan Mo'mayning atalmish yigitga ichi og'ribdi. Mo'may o'ziningmi mushu do'konda yolg'iz holva setib tirikchilik qiladiganligini so'zlab beribdi. Oxirida, "Akangni topqucha men bilan birga turg'in. İkimiz birga o'tayli", debdi. Buni anglab atalmish yigit nihoyatda xushal bo'pti. Ola har kuni do'konning sodisi bilan mashg'ul bo'lib, birga hayot kechiribdi. Bu yerdan soda seti qiladiganlar yoki o'tgan kechganlarning ko'zi bu yigitga tushadigan bo'lib qopti. Burun yarim qozon holva setilib bo'lolmaydigan do'kon bir qozon holva yetmaydigan do'konga aylanibdi. Do'kon avatlashgan siri bu atalmish yigitning tarbi butun shaharga pur ketibdi. Hatto uningga shoh ordisida shohning qizi g'oyibona oshiq bo'pti. Oxir bu yigit bilan ko'rishni orzu qilib, o'zining ahvolini inikonisiga aytibdi. Buni anglagan ayol, "Sening o yigit bilan oshkora uchrashmag'ing nihoyatda mushkul. Shunga hujrangdan holvichi Mo'mayning do'koni ostigacha yer osti yo'li qezib, yigitni yeningga keltirayli", deb aql ko'rsatibdi. Buni anglab qiz o'zining zibu-ziynatlarini setib, madikor yollab ish boshlabdi.
Shundaq qilib 3 oy vaqt o'tgandan keyin maxfiy yo'l bitibdi. Bir kechisi atalmış yigit halva tayyorlayotsa, uyning o'ttirisidan bir parcha yer gümürlüp tushibdi. Buningga hayron bo'lgan bu yigit, bu koni o'ri bo'lsa, zaylikdan besilib ketgan o'xshaydi deb tuvoq ko'mtirib qo'yibdi. Әтісі shu vaqt bilan heliqi tuvoq ostidan 2 qiz panus ko'tirgan holda chiqib ketdi. Buni ko'rgan yigit qo'rqqanidan qaytibli qapti. Buni sezgan qiz: "Qo'rqmang, aziz yigit, biz shoh ordisidan bo'lamiz. Shohimizning bir orzuli qizi bo'lib, uzoqdan beri sizni ko'rishga tashna bo'lg'ashqa, ordidan mushu yergacha maxfiy yo'l qazdirib, sizni ko'rib turishga amal topdi. Shunga bugun sizni og'ili keldik" deb ordiga berishga dalolat qildi. Axir atalmış yigit 100 kelolmay berishga ma'qul bo'pti. U ordiga berib shoh qizi Ramzigul bilan ko'rishibdi. Malika uni har xil nozu ne'matlar bilan mehmon qilib, ata yana mushu vaqtda didor ko'rishga ma'qul keltirib uzitib qo'yibdi. Bu shaharning shohining yaqin bir vaziri bor ekan. U odatda kechalari puxracha yasinib, shahar aylanib yurishni odat qilgan bo'lib, kishilarni bo'zaq qilgan muttahamlarni tutib elib, atisi jojisini berar ekan. Mana shu adil vazir yarim kechada shaharni aylanib yurib, halvichi mo'mayning do'konidagi chiroq yo'riqini ko'rib, do'konga kiribdi va atalmış yigit bilan paranglashib, uzoq o'ltiribdi. Shu asnoda tuvoq ko'tarilib, qo'liga panus tutgan 2 qiz paydo bo'libdi. Buni ko'rgan vazir do'konning o'ttirisidan chiqqan bu karomatdan as-hushini yo'qotqili tas qapti. "Hey yigit, siz o'tgan kecha Malika Ramzigul bilan yana ko'rishga va'da bergan edingiz, lekin siz shu vaqtda bormidingiz. Malika taqazzo bo'lib, yo'lingizga qarab turibdi" deyishibdi ular. Buni anglab, ahvolni tushungan vazir: "Va'da qilgan ekansiz, va'dingizga amal qilib bering, men chiqib ketay" debdi. Yigit yo'lga chiqibdi. Әтісі vazir shohning yeniga kirib: "Janobi oliylari, men oqshom ajoyib bir voqeani ko'rib qoldim" debdi. "Nimani ko'rib qolding?" debdi shoh. "Bu karomat bir ish. Bu voqeani toki o'z ko'zingiz bilan ko'rmagicha hargiz ishonmaysiz" debdi vazir. "Qani, uni ko'rishning yo'lini ko'rsat" debdi shoh. "Janoblariga bu voqeani ko'rsatishdan avval mening bir shartim bor. Agar shuningga ko'nsangiz, ondan keyin ko'rsaman" debdi vazir. "Qani shartingni ayt" debdi shoh. "Ahvolni ko'rgandan keyin g'azablanmagaysiz, ularga azor bermagaysiz shohim" debdi vazir. "Har qanday ish bo'lsa-mo kechirib etaman" debdi shoh. Vazir atisi yarim kechada podshohni puxracha kiyindirib, halvachi mo'mayning uyida o'ltirishni, ko'rganlarini o'ziga bayon qilishni aytibdi. Shoh vazirning degani bo'yicha mo'mayning uyida yo'lovchi sifatida halva yeb o'ltiribdi. Bir chaqda qarasa, do'konning ostidan 2 qiz chiqib: "Malika Ramzigul, sizning yo'lingizga qarab zar-zar yig'lamoqda. Patroq bormisingiz holidan ketidi" debdi. Atalmış yigit buni anglab yer ostiga tushib ketibdi. Shoh qizining kenisaklarini to'nib, karomatni tushunibdi. G'azabdan yerilg'udek ahvolga kelsimi, vazirning aytqanlari bo'yicha chandurmay qaytib ketdi. Atisi podshoh taxtga chiqib, halvichi mo'mayning o'g'lini tutib kelib, darg'a esishga farmon qildi. Buni anglab vazir: "Hey jallod, to'xta" debdi. Ondan shohga qarab so'zlabdi: "Men sizning mushunda g'azabga kelishingizni pamlagan edim. Nurg'un podshohlar rahim shafqatni do'st tutmaydi. Johillik bilan o'zining xolig'inicha ish qiladi. Mana mushundaq vaqtda oliyjanoblik qilolmaydi. Mana ko'rdingiz, sizning qizingiz kambag'al xotinning musofir o'g'lini yaxshi ko'rib qopti. Shundaq bir yigitga qizingizni bersangiz, ular murod maqsadlariga yetsa, mana bu sizning oliyjanobligingiz bo'lmamdi. Begunoh yigitni o'ldirib o'val qilsangiz, qizingiz uning ishqida nobud bo'lsa, qora ko'ngillik bilan zulm yo'lini tutgan bo'lib qolmamsiz." Shoh aql vazirning so'zlaridan qattiq ta'sirlanib ketib, qizini halvichi mo'mayning o'g'liga to'y qilib beribdi. Murodimga yetdim deb xushal bo'lgan Ramzigul to'ydan keyin parishon holda kun o'tkazishga boshlabdi. Buni sezgan qizning onasi: "Qizim, o'zing ko'ygan oshiqingga qo'shib, murod maqsadingga yetkazgan edik. Yana nima uchun guldek chiroying so'lishib ketdi?" deb so'rabdi.
Ramzigül yig'lab turib, La'al Shohning o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaganligi haqida so'zlab beribdi. Qizning onasi bu gapni anglab, qiziga ich og'irtibdi va yigitdan buning sababini so'rab beqishni aytibdi. Qiz onasining maslahati bo'yicha: "Siz nemishqa menga ko'ngil bermaysiz? Buningda nima sabab bor?" deb so'rabdi atalmish yigitdan. Yigit: "Agar bu sirni bilishni xohlasangiz, Shoh otangiz sirni aytishimga ijozat berib, menga shohlik huquqini 7 kunlik muhlat bilan berib turishni o'tining. Shu chaqda bu sirni oshkorlab beraman. Uningdan boshqa mening hech bir ilojim yo'q", debdi. Qiz Shoh otasiga atalmish yigitning deganini aytibdi. Shoh qizining baxtini o'ylab rozilik bildiribdi. Atalmish yigit taxtga chiqqandan keyin shaharning o'ttirisidan o'tadigan cho'ng ko'chaga bir sahna yasitib, shahar xalqini shu sahna oldidan bir o'tishni buyuribdi. O'zi orada ahli bilan billa o'tganlarni ko'zdan kechiribdi. 7 kun ichida butun shahar xalqi o'tib tugabdi. Lekin yigit g'amkin holda qaytib Ramzigulga: "Mening sizga aytib beradigan sirim texi echilmadi. Agar mumkin bo'lsa, Shoh otangiz menga yana 7 kun vaqtni uzartib bersa qandoq?" deb yelinibdi. Shoh yana ma'qul bo'pti. Shu kunlarning birida atalmish yigitning tushiga Shahzoda La'al Shoh haqida bir bishorat bo'lgandek bo'pti. Shuning bilan yigit bu qitim butun shahardagi uy hayvonlarini oldidan o'tkazishni jakarlabdi. Buni anglagan shahar xalqi ichida har xil so'z cho'chaklar bo'pti. Butun shahardagi uy hayvonlari ichidan yanada biror shabi sezilmabdi. Yigit ümidsizlik bilan o'z taqdiri ustida xiyolga cho'kib o'ltirsa, bir kishi kelib shahardagi ma'lum bir qassobning yer ostidagi kamisiga so'lab beqiyotgan bir qo'shqirning qolganligini aytib qo'yibdi. Buningdan xabar topgan atalmish yigit heliqi jodugar qassob bilan qo'shqarni o'rniga akeldiribdi. Qo'shqar sahna oldiga elib kelinganida ko'zidan mo'ldirlab yosh iqishga boshlabdi. Buni ko'rib yigitning yuragi jig'ildab ketibdi va qassobning o't chaqnab turgan surli ko'ziga qarab jodugar ekanligini, La'al Shohni jodugarlik yo'li bilan qo'shqarga aylantirib qo'yganligini pamlabdi-da, qassobni joduga besishga farmon tushiribdi. Jodugar heyli ishlatib ko'rgan bo'lsa-mu, uning kar qilmaydiganligiga ko'zi yetib, oxir iqror bo'pti. "Haqini, kallang jodu ostida turganda sekringni qaytirsan qutulasan", deb vaqirabdi atalmish yigit. Jodugar bir nimalarni pichirlagan ekan, qo'shqar birli silkinib, qomatli yigitga aylanibdi. Butun xalq bu sirni ko'rib hayron bo'pti. Jodugar o'limga hukm qilinibdi. Ipargul bilan La'al Shohni xalq tabriklashibdi. Ipargul bilan La'al Shoh oldiga kelib ta'zim bajo keltirgandan keyin Ipargul: "Rahimdil Shoh otamizning shafqati bilan dushman ustidan g'olib kelib, oshiq-mashqlar murodimizga yetdik. Kamina Malika Ramzigul oshiq bo'lgan atalmish yigit La'al Shoh bo'lmay, balki uning ma'shuqi Ipargulman. Haqiqiy La'al Shoh bo'lsa, mana bu sehrlanib qayta asliga kelgan yigit", debdi va butun jarayonni boshdan oxirigacha so'zlab beribdi. Buni anglagan podshoh butun shahar xalqiga murojaat qilib: "Mana mushunda xosiyatli bir kunda o'rnimni La'al Shohga o'tinib beraman. Qizim Ramzigulni xonishlikqa loyiq ko'raman. O'zim oxirgi umrimda tinishib o'ltirib, ilm tadqiq qilaman. Malika Ipargul o'ng qo'l vazir ham cho'ng xonish bo'ladi. Ramzigul so'l qo'l vazir ham kichik xonish bo'ladi. Bu xo'shalligimiz uchun 40 kecha kunduz to'y qilinsin", deb jakarlabdi. Mana shunda qilib La'al Shoh ikki malikini o'ng so'l qo'l vazir qilib, aqldor vazirni ustoz tutib, yurtni odillik bilan so'rab o'tibdi. Qudratlik lashkar tayyorlab, hiylagar vazir tarafidan vayron qilingan otasining yurtiga intiqom elishga otlanibdi. O'zini uchar shoh deb atib olgan qora niyat vazirni tutib, ota-onasining va begunoh xalqning qon qarzini olibdi. Shu shahardagi oqil vazirni shohlikqa belgilabdi. Shahar xalqini xotirjamlikka ega qilibdi. Holvachi mo'mayni shoh o'rdisiga keltirib, uningdan ona o'rnida xabar olibdi. Butun yurt ahli baxt saodatlik holda turmush kechiribdi.